hammaga. Bugun podkastimiz juda qiziq mavzuda. Odamlar qanday dunyoni tushunishgan va falsafa qayerdan paydo bo'lgan, shu haqida gaplashamiz. Ha, aslida bu hammaga aniq bo'lgan savol. O'zi dunyo qanday paydo bo'lgan? Hayotning o'zi nima? Lekin oldingi odamlar bu haqida boshqacha fikrlashdi. Hop, oldingi odamlar, ya'ni diniy mifologiya orqali tushunishgan va afsonalar bilan, ya'ni xudolar yomg'ir yog'sa, xudolar yig'ilishyapti deb tushunishgan. Yoki momaqaldiroq bo'lsa, xudolar urushyapti deb tasavvur qilishgan. Chunki ularda ularda bilim mavjud bo'lmaydi. Buni tushuntiradigan fan ham bo'lmaydi. Shuning uchun ular buni o'zlaricha tahlil qilishgan. Keyin esa din paydo bo'ldi. Din bu narsalarni biroz tartibga soladi, ya'ni oddiy afsonalarni ko'ra aniqroq tushuntirish beradi. Masalan, yaxshilik va yomonlik paydo bo'ladi va nima to'g'ri, nima noto'g'ri ekanligini aniqlab oladi. Lekin odamlar ichida baribir savollar qoladi. Nima uchun shunday? Boshqacha bo'lishi mumkinmi degan savollar. Ayni mana shu joyda falsafa boshlanadi, ya'ni savol berish. Savolning o'zi juda muhim. Savoldan ham javob muhimroq. Chunki agar savol bo'lmasa, o'ylash jarayoni ham bo'lmaydi. Xo'p, to'g'ri, falsafa odamlarni shubha qilishga majbur qiladi. Ya'ni hammaning gapi to'g'rimi degan mazmunda. Menga yana bir narsa yoqdi. Falsafada man etilgan savol yo'q, har qanday savolni berish mumkin. Bu juda kuchli narsa aslida. Chunki boshqa joyda bunday savollarni berish noqulay bo'lishi mumkin. Xo'p, falsafada juda savol muhimki, hammaga savol berish orqali o'ziga to'g'ri yo'lni qidiradi. Qadimgi falasuflar ham shular bilan mashhur bo'lishgan. Ular donishmandlikni eng yuqori darajada bilishgan. Donishmandlikda faqat ko'p bilish emas, balki to'g'ri yashash ham tushuniladi. Xo'p, masalan, eng muhimi, qadimgi Xitoyda bir fikr borki, odam o'zini to'g'rilasa, uning oilasi, jamiyat o'ziga nisbatan to'g'rilanadi. Bu bilan nima demoqchi? Bu bilan odam o'zi to'g'rilansa, yo'l ham to'g'rilanadi. Demak, hamma narsa o'zimizdan boshlanadi. Yana bir qiziq joy, falsafa bu faqat nazariya emas, balki hayot demak. Xo'p, masalan, adolat nima, erkinlik nima, hayot nima degan savollar, bu hammasi falsafiy savollar hisoblanadi. Har kim bu savollarga o'zicha javob beradi. Kitobda yana shunday deyilgan edi. Falsafa bu faqat davr emas, balki uning aksi. Hozirgi hayotda texnologiya rivojlangan, shuning uchun odamlar boshqacha fikrlaydi. Oldin esa odamlar ko'proq tabiat va hodisalar haqida o'ylashgan. Qisqasi, mifologiyadan boshlanib, din orqali davom etib, yana falsafaga kelamiz. Eng yaxshisi bizni falsafa chuqurroq o'ylashga majbur qiladi. Eng muhimi savol berishni o'rgatadi. Va tayyor ko'rko'rona javoblarga ergashmaslikka. Xo'p, agar siz ba'zida hayot nima deb o'zingiz savol berayotgan bo'lsangiz, bu falsafaga qiziqishingizni bildiradi. Shu bilan bugungi podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi sohalarda ko'rishguncha va boshqa videolarda siz bilan birga bo'lamiz. Podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu podkastimizdan o'zingizga nimadir olgan bo'lsangiz, biz bag'oyatda xursandmiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.